Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi 7-1dan 4-lar bo'lmish Hoji Ali Romitaniyning manzillariga keldik. Yozilgan ekanki, haqqa yetmoq istasang Romitanga kel, do'st talabida bo'lsang Romitanga kel. Bu Hoji Ali Romitaniyning qalamlariga mansub. Oldingi safar aytganimizdek, Anjir Fag'naviy Hoji Ali Romitaniyning bevosita ustozlari bo'lib hisoblanganlar. Bu halqada ko'rib turganimizdek, birinchi Abduxoliq G'ijduvoniy, keyin Orif Ar-Revgari, keyin Mahmud Anjir Fag'naviy va hozirgilari Hoji Ali Romitaniy bo'lib hisoblanadilar. Hozir ichkariga qadam qo'yamiz. Shu yerdan ana tashqi binoning tashqi qismini ko'ryapmiz. Endi ichkariga kirib, ichkaridagi maqbaralarini ham suratga olishga harakat qilamiz. Hoji Ali Romitaniy quddusallohu sirruhu Hoji Azizon nomi bilan mashhur bo'lganlar. Bu zot sharif Romitaniy Qo'rg'on qishlog'ida tug'ilganlar. Maqomotlari g'oyat oliy, karomatlari bisyor, kasblari esa to'quvchi bo'lgan. Hoji Ali Romitaniyning vafotlari haqida Ali Safiyning Rashahot asarlarida 1310-yil, Muhammad Boqirning Maqomot Shohi Naqshband asarlarida esa 1321-yil deb ko'rsatilgan. U zot sharif 130 yil umr ko'rib, Ko'hna Urganchda vafot etganlar. Qabrlari Ko'hna Urganchda obod ziyoratgohdir. Hoji Ali Romitaniy tug'ilgan Qo'rg'on qishlog'ida ham tabarruk ziyoratgoh, ya'ni ramziy qabrlari bor bo'lib hisoblanadi. Bu yer ham ayni kunlarda obod ziyoratgohga aylantirilgan. Bu zot sharif silsila-i sharifda 13-halqaning piri murshidi bo'lib hisoblanadilar. Hoji Ali Romitaniy tariqat sabog'ini Hoji Mahmud Anjir Fag'naviydan olganlar. Manbalarda ta'kidlanishicha, Hoji Ali nuroniy yuzli, o'rta bo'yli, barcha a'zolari bir-biriga mutanosib kishi bo'lganlar. Dunyo boyligiga hech iltifot qilmas, faqirlikni ulug' davlat deb hisoblar edilar. Hoji Ali Romitaniy haqlaridan bir rivoyatda aytilishicha, u kishiga Xorazmga bormoq va u yerdagilarni din va diyonatga da'vat etmoq haqida ishorat bo'lgan. Hazrat bir guruh muridlari bilan birga Xorazmga ravona bo'lganlar va o'sha yerda irshod ishlarini davom ettirganlar. Manbalarda Hoji Ali Romitaniyning sohibi karomat valiyulloh bo'lganliklarini tasdiqlovchi yana bir qator naqllar keltirilgan. Jumladan, Maqomoti Shohi Naqshband asarida yozilishicha, Ramazon oyida bir kuni Hoji Azizonni 18 joyga iftorga taklif qiladilar. Hoji hammasiga bormoqqa va'da beribdilar va bir vaqtning o'zida 18 joyda bo'lib iftor qilibdilar. Hoji Ali Romitaniyning Risola-i Azizon kitoblari mashhur. Bu kitob fors-tojik tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan va nashr qilingan bo'lib hisoblanadi. Alloh taolo barcha o'tgan valiyulloh aziz sohibi karomatlarimizni g'ariq rahmat shohida jannat qilsin.